Buxoroda o'tkazilgan Ipak va ziravorlar festivali doirasida Turizm davlat qo'mitasi tomonidan ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlar uchun press tur ham tashkil etildi. Maqsad ishtirokchilarni Buxoro madaniyati va an'analariga imkon qadar chuqurroq sho'ng'itish. Eng ajoyib va esda qolarli lahzalardan biri ustoz va shogird markaziga tashrif bo'lib, unda Buxoro viloyatining marvaridi sanalmish Sofiy palovini tayyorlash va suvda Ebru usulida rasm chizish bo'yicha mahorat darslari ham tashkil etildi. Ustoz shogird markazi nomidan ma'lumki, bu yerda an'anaviy ustoz va shogird munosabati asosida bilim beriladi. Yoshlar o'z ishining ustalari bo'lgan hunarmandlardan bevosita o'rganishadi. Bu usul Buxoroda asrlar davomida saqlanib kelayotgan bebaho merosdir. Bu yerda an'anaviy hunarmandchilik nafaqat saqlanadi, balki har kuni qaytadan hayotga keladi. Mehr va ehtiyotkorlik bilan osh tayyorlayotgan bu kishi Davlat Toshev maskanni ochilganidan beri, ya'ni 2018-yildan boshlab boshqarib kelayotgan rassom va oshpaz. Iqtidorli bolalarni qidirib topadi va ularga o'z talantlarini ro'yobga chiqarish imkoniyatini beradi. Eng muhimi, shogirdlardan hech qanday haq olinmaydi ham. Shogirdlarim ilmga chanqoq, juda bir san'atsevar bolalar. Qolaversa, yana bu bolalar nimasi bilan ajralib turadi? Agar eshitgan bo'lsangiz, aytib o'tdimki, 20 ta shogirdim borki, juda bir iqtidorli. Faqat bu bolalar eshitmaydi, bu bolalar gapira olmaydi, kar va soqov bolalar. Men shu 20 ta bolaga o'zim homiylik qilaman. Va eng avvalambor kim kelishidan qat'iy nazar birinchi bo'lib men shogirdlarimning ijodini ko'rsataman. Men birinchi xonamiz 7 yoshdan 13 yoshgacha mana shu shogirdlarimning ijodi. Faqat ularning tili zaboni yo'q, lekin Alloh bergan shunchalik ne'matli bir qobiliyati borki, agar bu bolalarga men e'tibor qilmasam, siz e'tibor qilmasangiz, kimdir e'tibor qilmasa, bu bolalar qaysi bir jihatdan chetda qolib ketadi. Ustoz shogird markazi bu O'zbekistonning amaliy san'ati qanday qilib an'ana va zamonaviylikni uyg'unlashtirayotganiga yorqin misoldir. Tizim faqat o'qitish emas, bu madaniy tarbiya, insonning ruhan va kasbiy o'sish jarayoni. Shogird nafaqat bilim oladi, balki hunarmandlar oilasiga aylanadi. Umuman olganda ustoz shogird munosabatlari Buxoroda asrlar davomida saqlanib kelinayotgan bebaho merosdir va hozirda biz ham bu jarayonning bir qismiga aylanamiz. Mana asarimiz ham tayyor. Qalay chiqdi? Rassom chiqarganmi mendan? Rahmat sizga. Ustoz shogird markazida yaratilgan miniatyura mavzulari alohida qiziqish uyg'otadi. Bu yerda falsafa va sufiylik yuksak qadrlanadi. Ko'plab asarlarda turli qiziqarli mavzular o'z aksini topgan. Davlat Toshev esa o'z maktab ustaxonasi mehmonlariga o'zbek miniatyurasidagi har bir timsol haqida, har bir naqsh va rangning falsafiy ma'nosi haqida batafsil so'zlab berishi mumkin. Hozir e'tibor qilsangiz, bizda juda ko'p anor tasvirlangan. O albatta bejizdan emas, shunday bir daraxti. Bu bizda eng avvalambor oila ramzi, so'r farzandligimiz ramzi. Jannat mevasi, hut qushi bo'lsa, bu sufizm timsoli, donishmandlik ramzi. Aynan nima uchun bu qush? Chunki bu qushning nomi qayta buyuk kitoblarda keladi. Agar siz ham Buxoroga tashrifingiz chog'ida ushbu sehrli olamga sho'ng'ishni istasangiz, eshiklari hamma uchun har doim ochiq bo'lgan ustoz shogird markazining mehmoniga aylaning. Marhamat. Tamam.